Xo'p, hurmatli obunachilar, hozir bu narsani ko'rsatib o'taman. Kompyuterda ayrim paytlarda mana shunaqa g'ishib chiqib qoladi, ya'ni driverlar o'rnamagan holatda. Shu holatda nima qilish kerak, qanaqa to'g'irlash kerak deganlar uchun mana hozir ko'rsatib o'taman. Ustiga bosamiz, сведениyaga o'tamiz, ID оборудование. Shuni mishkan o'ng tomonini bosib kopировать qilib olamiz. Keyin buni Google'ga qidiruvga beramiz. Qarasak mana driver pakda chiqadi. Odatda shundan tanlayman o'zim. Mana driver pak ochamiz. Zip arxiv mana pastda ochiladi. Zip arxivni bosamiz. Mana skachab qoldi. Buni ochib mana загрузка papkasiga tushdi. Mana shu xuddi shuni yodimizda saqlab qo'yamiz. Qaytib общийga o'tamiz. Обновить driver deganni bosamiz. Найти драйвери на этом компьютерini bosamiz. Obzorga bosib, hop mana boyiga sketch qilgan papkamiz ustiga bosamiz, OK bosamiz. Bosdik, mana bir boyiga chiqib qoldi mana. Driver установлен. Xuddi shu tartibda shu sariq bo'lib qolib yoki ashibga berib qo'ygan holatda ashibkalarni to'g'irlab olsanglar bo'ladi. Kanalimizni kuzatib boringlar. Bundan ham foydali ma'lumotlar qo'yib borishga harakat qilamiz.